То есть ДНК, это третья чакра, это все, что связано с вашими реинкарнациями, реинкарнациялар bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. Обратите внимание, biz ildizini tozaladik, мы очистили корень, много чего из корня вышло. То есть daraxtni ildizi tozalanildi, endi neyronlar yangilanishni boshlaydi, у вас будут меняться нейроны. То есть вы максимально очистили корень. Да, то есть daraxt ildizidan bu yog'iga endi mevalari sekin ko'rinishni boshlaydi. Все, уже пошло обновление, уже yangilanish ketdi, уже o'zgarish ketdi, уже обновление ketdi. Ahamiyat bering, barglar o'zgarishni boshlaydi, yangi shoxlar chiqishni boshlaydi. Mavjud bo'lgan programmalar strukturasi o'zgaradi, sifati o'zgaradi. Chunki ildiz o'zgardi. Вы очень глубоко работу сделали, понимаете? Siz ildizingizni o'zgartiryapsiz. DNK, reinkarnatsion energiyalaringizni o'zgartirdingiz. Aslida olganda imkoniyatingiz qadar. Ну, невозможно 100%, потому что siz bu yerda ko'p narsalarni o'zingiz ham yashab o'tib, anglab o'tishingiz kerak bo'lgan jarayonlar bor. Reinkarnatsiyani o'zgartirdingiz. То есть protsessni o'zgartirdingiz, bo'ldi. Mavjud bo'lgan sizni hayotingiz ham уже sifatli. То есть bu energiya har bir jabhaga, har bir shoxga, har bir bargga o'tishni boshlaydi. Hozir уже boshlanildi. Da, bu barg o'zini mevasini beradi. Mavjud bo'lgan voqealar o'zgarishni boshlaydi, mavjud bo'lmagan voqealar yangisi yaratilishni boshlaydi. Tushunyapsizmi bo'lganini? Осознавайте этот процесс. Hammangizda ota-onangiz bilan bog'liqligingiz o'zgarganini yanada ham his qilasiz. Вы еще будете ощущать, насколько у вас вот эта вот взаимосвязь с родителями, у нас же она тесная, да, она немножко будет как бы отстраняться. То есть lегче будете воспринимать yengillik bilan qaraysiz. Это не означает, что ularga munosabatingiz o'zgaradi. Нет, конечно, наоборот, tozaroq bo'ladi munosabatingiz. Еще больше глубже, еще больше поточнее будет, еще больше чище будет. И bu jarayon sizni DNK, sizni rodingizga, avlod ajdodlaringizga albatta o'zini ta'siriga ega bo'ladi. Va shak shubhasiz sizga. Мы вас тоже благодарим и вам низкий поклон. И мы идем дальше. Biz davom etamiz. Kaylasda ko'rishguncha.